Hop, barchaga assalomu alaykum. Sizlarni bu videoda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hop, bugun sizlar bilan qanday qilib 3-va 11-sinf oralig'idagi o'quvchilar 4 milliondan 8 million so'mgacha pul mukofotlari yutib olishlar haqida gaplashamiz. Bizga eng ko'p beriladigan savollar, ya'ni bugungi videoda javob beradigan savollarimiz qachon boshlanadi, Tasimo o'zi qanday loyiha, qanday bonus va sovg'alarimiz bor, nechta o'quvchilar qabul qilinadi, imkoniyatlar kimlar uchun beriladi va qanday ketma-ketlikda ro'yxatdan o'tiladi. Mana shu savollarga bugun javob beramiz. Xo'p, Tasimo o'zi qanday loyiha? Bu Tasimo, ya'ni Toshkent xalqaro matematika olimpiadasi 2 yildan beri o'tkazilib boriladi. Bu loyihada 2 yil ichida umumiy qatnashuvchilar soni 850 mingtaga yetgan va bu yilgi mavsumda umumiy sovrin jamg'armasi 500 million so'm. Va bu olimpiadaning yana bir afzal tomoni, olimpiada 2 yildan beri o'tkazilayotganiga qaramasdan, bu olimpiadada 40 dan ortiq davlatlar, ya'ni o'sha 40 dan ortiq davlatdagi matematiklar qatnashadi bu olimpiadada. Tasimo bu olimpiadada mezbonlik qiladi. Xo'p, qanday bonus va sovg'alarimiz bor? 3 kunlik Green Hills Resort dam olish maskanida dam olish, 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin egalari uchun 4 milliondan 8 million so'mgacha pul mukofotlari, olimpiada masalalarini yechish bo'yicha maxsus darsliklar, matematika darsi bo'ladigan yopiq Telegram kanalga 1 yillik obuna va mantiqiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha Tasimo qatnashuvchilari uchun yozilgan maxsus darslik. Xo'p, nega bu sovg'alarni olishingiz kerak? Hozir tushuntirib beraman. 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin egalari uchun 4 milliondan 8 million so'mgacha pul mukofotlari beriladi. To'g'ri, kimgadir bu pullar arzimas bo'lishi mumkin yoki o'quvchingiz, farzandingizga bu pullar kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin bu sovrin, bu o'rin farzandingizning kelajagi va o'ziga bo'lgan ishonchi, motivatsiyasi uchun juda ham muhim. Xo'p, navbatdagisi. Olimpiada masalalarini yechish bo'yicha maxsus kurs. Biz sizga olimpiada misol masalalarini yechish bo'yicha maxsus darsliklar taqdim etamiz. Deylik, olimpiada boshlanishiga hali 20 kun bor desak, bu darslikni olasiz va 20 kun ichida o'quvchingiz yoki farzandingiz bilan birgalikda tayyorgarlik ko'rasiz. Bu degani siz 1-chi yoki 2-chi, 3-chi o'rinni olishingiz imkoniyati ko'proq degani. Mayli, bu olimpiadada emas, boshqa, deylik, qishlog'ingiz yoki o'zingizning tumaningizda bo'lib o'tadigan olimpiadalarda yaxshi faxrli o'rinlarni olishingizga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, keyingisi. Matematika darsi bo'ladigan yopiq Telegram kanalga 1 yillik obuna. Bu nima degani? IDC ta'lim markazi bilan hamkorlikda faqat Tasimoning 2026-yilgi mavsum qatnashchilari uchun ochilgan yopiq Telegram kanal. Bu kanalning o'zi 1 oylik obuna narxi 99 ming so'm. Bu degani 1 yilda 1 milliondan oshib ketadi. Biz sizga bu kanalni bepulga taqdim etyapmiz. Keyingisi, mantiqiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha Tasimo qatnashuvchilari uchun yozilgan maxsus darslik. Bu nima degani? Biz sizga olimpiada misol masalalarni yechish bo'yicha maxsus darslikdan tashqari, farzandingiz yoki o'quvchingizni mantiqiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirish uchun maxsus darsliklarni ham taqdim etamiz. Bu bepulga. Bizda eng so'nggisi va eng mazza qiladigan joyi. Bu 3 kunlik Green Hills Resort dam olish maskanida mazza qilib dam olish imkoniyati. Bu kimlar bilan? Butun dunyo jahon matematikatlari bilan mazza qilib o'zining tengdoshlari, butun dunyo matematikatlari bilan mazza qilib dam olish imkoniyati. Menimcha bu festivalda mana pul to'lab ham qatnashish imkoni yo'q. Lekin biz buni Tasimo qatnashuvchilari uchun bepulga taqdim etyapmiz. Dam olishning 3-kuni esa butun jahon matematikalar festivali tashkil etilyapti va farzandingiz yoki o'quvchingiz mana shu festivalda qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Xabaringiz bor, mana shu Green Hills Resort dam olish maskanida 3 kunlik dam olish 3 million 4 million atrofida bo'ladi, lekin biz sizga buni bepulga taqdim etyapmiz. Xo'p, mana shu barcha aytilgan sovg'alarni qo'lga kiritish uchun siz 1-o'rinda, 1-bosqich uchun ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Eslatib o'tamiz, ro'yxatdan o'tishimiz bepul emas, atigi 47 ming so'm. Tasavvur qilyapsizmi, barcha shuncha sovg'alarni biz sizga atigi 47 ming so'mga taqdim etyapmiz. Qatnashishingiz shart. O'zbekistonliklar uchun 47 ming so'm, chet elliklar uchun 1 million 200 ming so'm. Siz atigi 47 ming so'm evaziga yuqorida aytgan qiymati 5 millionlik sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin. Faqat ulgurib qolishingiz kerak. Agar tayyor bo'lsangiz, hozir sizga ro'yxatdan o'tish bo'yicha ketma-ketlikni tushuntirib o'taman. Buning uchun birinchi bo'lib Tasimo login botga kirib olishimiz kerak. Botning havolasini esa mana shu videoning ostidan topsanglar bo'ladi. Xo'p. Botga startni beramiz. Bizda tilni tanlash chiqadi, ya'ni kimga kerak bo'lsa o'zbekcha, ya'ni ruscha bor. Biz o'zbekchani tanlaymiz.
Bizda oferta shartlari yuboriladi. Mana shu shartlar bilan tanishib chiqsak ham bo'ladi. Xo'sh, ana undan keyin telefon raqamini ulashishimiz kerak. Ushbu kanallarga a'zo bo'lishimiz shart. Xo'p, a'zo bo'lganingizdan keyin a'zo bo'ldim degan tugmani bosamiz. Yana bir marta telefon raqamini yuboramiz. Va bizda ro'yxatdan o'tish va yana endi olimpiada uchun ro'yxatdan o'tsak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bizni to'g'ridan-to'g'ri saytga yuboradi. Xo'p. Men hozir o'zimning jiyanimni ma'lumotlarni kiritib ko'rsatib beraman. Xo'p, otasining ismi ixtiyoriy, buni kiritmasak ham bo'ladi. Tug'ilgan sanasi 2-sentyabr. Xo'p, jinsi ayol. Qo'shimcha telefon raqam ham ixtiyoriy. Xo'p, mamlakat O'zbekiston. Endi O'zbekiston bo'lgani uchun O'zbekistondagi viloyatlar. Biz Toshkent shaharni tanlaymiz, Yunusobod tumanini tanlaymiz. To'liq mazmun ham ixtiyoriy. Eng asosiysi ta'lim muassasasi, ya'ni maktab, kollej yoki texnikum litseylarni belgilashimiz shart. Hop, bu yerda bizda 12-maktab. Agar sizning ta'lim muassasangiz mana shu tanlanadigan joyda agar chiqmasa, agar xususiy bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatda yo'q yoki kollej texnikum degan tugmani bosib o'zingiz kiritsangiz ham bo'ladi. Endi bizda ro'yxatda bor, shuning uchun ro'yxatdan olib qo'yamiz. O'quvchi sinf 6-sinf, imtihon tili o'zbek tili. Xo'p, ana endi shaxsni tasdiqlovchi hujjatni kiritishimiz kerak. Endi bu maktab o'quvchilarida asosan metrika bo'ladi. Endi 16 yoshdan oshganlar uchun pasport. Bizda metrika. Profilni yaratish tugmasini bosamiz. Mana bizda akkaunt yaratildi, ko'rib chiqilmoqda holati. Xo'p, akkauntni yaratganingizdan keyin holati ko'rib chiqilmoqda bo'ladi. Taysimo menejerlari profilingizni ko'rib chiqib, ya'ni ma'lumotlaringizni tekshirib, keyin tasdiqlashlari kerak bo'ladi. Agar tasdiqlansa, shu zahotiyoq Telegram botga xabarnoma keladi. Ko'rishimiz mumkin. Tabriklaymiz. Siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Mana ID'lar, ism, familiyalar hammasi chiqib keldi. Sizga shu xabar kelgandan keyin saytni yopamiz va qaytadan mana profilga kirish tugmasini bosamiz. Mana kirgandan keyin menejerlarimiz tasdiqlagan, mana tasdiqlangan holati bo'lib turibdi. Hozir biz Tasimoning platformasi uchun ro'yxatdan o'tdik. Hozir endi biz Tasimoning 2026-yilgi mavsumining birinchi bosqichi uchun ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ha, eslatib o'tamiz, agar siz shu bosqichgacha kelib o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, siz olimpiadada qatnasha olmaysiz. Oxirgacha borishingiz shart. Endi chap tomonda 3 ta chiziqcha bor. Shuni bosamiz. Olimpiadalar degan joyga kiramiz. Olimpiadalarga kirsak, mana Tasimo 2026-yil, mana ro'yxatdan o'tish narxi, hammasi ko'rsatilgan. Endi olimpiadaga ro'yxatdan o'tishni bosishimiz shart va to'lov qilishimiz kerak. To'lashda klik turibdi. Siz bu videoni ko'rganingizda Humo yoki Uzcard tugmalari ham chiqadi. O'zingizga qulayini tanlab olishingiz mumkin. Bizda hozir klik. Ya'ni klikni mana tanladik, kartamizni tanlaymiz. Hop, to'lash tugmasini bosamiz, mana to'ladik. Davom etish tugmasini bosamiz, mana hop. Endi ro'yxatdan o'tganimizni qanday qilib tekshirsak bo'ladi? To'lovni qilib bo'lgach, siz mana shu botga qaytib o'tganingizdan keyin sizga xabarnoma kelgan bo'ladi. Ya'ni qanday? Siz Tasimo 2026-olimpiadasiga muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz degan xabar kelgan bo'ladi. Agar sizga ham shu xabar kelgan bo'lsa, sizni tabriklayman. Keyingi safar endi Tasimoda ko'rishamiz. Endi bu botda sizga hamma ma'lumotlar berilgan. Ya'ni birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich haqida hamma ma'lumotlar berilgan. Ya'ni qayerda bo'ladi, soat nechida bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Endi sizga saytga oson yo'l bilan kirish yo'lini ko'rsataman. Uning uchun botdagi menu tugmasini bosamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tish hisobga kirish tugmasi bor. Buni bosamiz.
Bosganimizda profilga kirish tugmasi chiqadi. Profilga kiramiz. Hozir bizda profilga kirgan ko'rsatib hozir bizga profilga kirgan qilib ko'rsatib turibdi. Agar platformaga bir hafta ichida kirmasangiz, mana shu holatga keladi. Hozir ko'rsataman. Mana shu holatga keladi. Va bu bosqichda nima qilamiz? O'zbekistondan bo'lsangiz, O'zbekistondan degan tugmani bosamiz. Va telefon raqami, ya'ni ro'yxatdan o'tgan raqamingizni kiritasiz. Va kodni yuborish tugmasini bosamiz. Kodni yuborganingizda sizga Telegram bot orqali kod kelgan bo'ladi. Mana shu kodning ustiga bossangiz o'zi kodning ustiga bossangiz o'zi xotiralab oladi va ana shu kodni joylab qo'yamiz. Tasdiqlash va tayyor. Biz profildamiz. Xo'p, yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Boyagi olimpiadalar degan joyga kiramiz. U yerga to'lov qilgandan keyin yopiq Telegram kanaliga o'tish tugmasi chiqadi. Bu tugmani bossangiz, boya va'da qilingan, ya'ni maxsus darsliklar shu kanalga yuboriladi. Obuna bo'lib qo'yishingiz shart. Qo'shilish tugmasini bosamiz va biz qo'shildik. Siz ham xuddi shunday qilib qo'shilishingiz shart. Hammaga omad, Tasimoda ko'rishguncha.